Hammasi oddiy, hatto zerikarli darajada so'kin boshlangan edi. Men va Sanjar 3 yildan beri birga edik. 3 yil bu katta muddat, bilasizmi? Bu vaqt ichida odamlar bir-birining nafaqat yaxshi tomonlarini, balki eng xunuk odatlarini ham yodlab oladi. Biz ham shunday edik. Ertalablari u tish pastasini qopqog'ini yopmasdan tashlab ketishini, men esa uning ortidan hamma narsani yig'ishtirib yurishimni ikkimiz ham bilardik. Kechqurunlari u futbol ko'rib uxlab qolardi. Men esa uning xurragi ostida kitob o'qishga harakat qilardim. Biz bir-birimizga moslashib ketgandik. Lekin bu moslashish sevgidan ko'ra ko'proq odatga, qulaylikka o'xshab qolgandi. Uchqunimiz so'ngandi. Qachon so'nganini eslolmayman ham. Balki u ishga sho'ng'ib ketganidadir. Balki men yangi narsalarni xohlay boshlaganimdadir. Balki shunchaki vaqt o'tgandir. Sanjar yomon odam emasdi, aslo. U ishonchli, mehribon, o'z o'rnida jiddiy edi. U kelajagimizni o'ylardi, pul ishlardi, menga g'amxo'rlik qilardi. Lekin uning g'amxo'rligi ham allaqachon avtomatlashtirilgan robotning harakatlariga o'xshab qolgandi. Ertalab yuzimdan o'pib ishga ketish, kechqurun kuning qanday o'tdi deb so'rash, lekin javobimni eshitmaslik. U mening yonimda edi, lekin aslida umuman yonimda emasdi. Uning xayollari ishda, loyihalarda, kelajakdagi uyimizda edi. Mening bugungi kunim, men o'zimni go'yon chiroyli, lekin chang bosgan guldonda turgan so'ligan guldek his qilardim. Ana shunday kunlarning birida qo'shnimiz o'zgardi. Biz ko'p qavatli uyda yashardik. Qo'shnilar bilan deyarli gaplashmasdik. Eski qo'shnimiz keksa kampir edi. Uni oyda bir marta ko'rardim. Bir kuni eshigimiz oldida yo'q mashinasini va ko'chib kelayotgan odamlarni ko'rdim. E'tibor bermadim. Lekin o'sha kuni kechqurun eshik qo'ng'irog'i chalindi. O'chsam, ostonada baland bo'yli, yo'lkalari keng, tabassumi juda samimiy bir yigit turardi. Uning ko'zlarida allaqanday bir jonlilik bor edi. U o'zini Rustam deb tanishtirdi va yangi qo'shni ekanini aytdi. Qo'lida bir tovoq issiq somsa bor edi. Onasi pishirib berganini, o'zi yolg'iz yashashini va bunchasini yeb tugatolmasligini aytib, uzr so'ragandek tovoqni menga uzatdi. Men biroz dovdirab qoldim. Bunaqa oddiy va samimiy munosabatni anchadan beri ko'rmagandim. Tashakkur aytib somsani oldim. U jilmayib, agar biror yordam kerak bo'lsa, tortinmasligimni aytdi va o'z uyiga kirib ketdi. O'shanda birinchi marta yuragim anchadan beri urmagandek boshqacha urganini his qildim. Sanjar kechqurun kelganida somsani ko'rib, kim olib kelganini so'radi. Men yangi qo'shnimiz ekanini aytdim. U yelkasini qistida yaxshi deb qo'ydi va yana telefoniga sho'ng'idi. U uchun bu shunchaki bir voqea edi. Men uchun bu o'sha kulrang kunlarim. U meni ko'rib salom berdi va darhol qo'limdagi sumkalarni oldi. Men hijolat bo'lib, kerak emas dedim, lekin u kulib, ayol kishiga buncha yuk ko'tarish yarashmasligini aytdi. Uning bu oddiygina yordami, oddiygina shirin so'zi yuragimni eritib yubordi. U sumkalarni eshigim oldigacha olib chiqib qo'ydi va hech narsa bo'lmaganday xayrlashib, o'z uyiga kirib ketdi. O'sha kuni kechqurun Sanjar yana ishdan kech keldi. Charchaganini aytib, ovqat ham yemasdan uxlab qoldi. Men esa uxlay olmadim. Xayolimda ikki erkakni solishtirardim. Biri yonimda, lekin mendan kilometrlarcha uzoqda. Ikkinchisi esa devor ortida, lekin so'nggi paytlarda menga eng yaqin insondek tuyulayotgandi. Rivojlanish qismi.
Kunlar o'tgani sari Rustam bilan suhbatlarimiz uzayib borardi. Biz endi nafaqat yo'lakda, balki ba'zan umumiy balkonda ham gaplashib qolardik. U rassom ekan, o'z ustaxonasi bor ekan, lekin ilhom kelganda uyida ham chizarkan. U menga o'z ishlari haqida, ranglarning ma'nolari haqida, har bir surat ortidagi hikoyalar haqida shunday ishtiyoq bilan gapirardiki, men soatlab uni tinglashim mumkin edi. Uning dunyosi jonli, yorqin ranglarga to'la edi. Mening oq-qora hayotimga bu ranglar asta-sekin sizib kira boshladi. U mendan ham hayotim haqida so'rardi. Men avvaliga o'zimni noqulay his qildim. Sanjar bilan munosabatlarim haqida gapirishni istamasdim. Lekin Rustam shunday savollar berardiki, javob berging kelardi. Gapdan gap chiqib, men unga e'tiborsizligini yuziga soldim. U esa menga noshukurlik qilayotganimni, u hamma narsani oilamiz uchun qilayotganini aytdi. U baqirdi, men yig'ladim. Oxiri u eshikni qarsillatib yopib, mashinasida qayoqqadir chiqib ketdi. Men oshxonada polga o'tirib, uzoq yig'ladim. O'zimni shunaqangi baxtsiz, keraksiz his qildimki, bir payt eshik qo'ng'irog'i jiringladi. O'rnimdan turib ko'z yoshlarimni artdim va eshikni ochdim. Rustam edi. U mening qizargan ko'zlarimni ko'rib bir zum jim qoldi. Keyin ehtiyotkorlik bilan, "Hammasi joyidami?" deb so'radi. U bizning janjalimizni eshitgan ekan. Devorlar yupqa edi. Men o'zimni tuta olmadim, yana yig'lab yubordim. U nima qilishini bilmay bir soniya turdi. Keyin esa kutilmaganda meni quchoqladi. Bu shunchaki do'stona quchoq edi, lekin men butun tanam bilan uning daldasini his qildim. Men shu qadar muzlab qolgan ekanmanki, uning bag'ridagi issiqlikdan erib ketay dedim. U meni tinchlantirdi. Chuqur nafas olishimni so'radi. Keyin u meni o'z uyiga taklif qildi. U aytdiki, "Bir o'zing o'tirma, yur, choy ichamiz, gaplashamiz." Men ikkilandim, lekin bu bo'm-bo'sh kvartiraga qaytishni umuman istamasdim va men rozi bo'ldim. Uning kvartirasi o'ziga o'xshardi. Biroz tartibsiz, lekin juda shinam. Hamma yoqda suratlar, bo'yoqlar, kitoblar. U menga issiq choy damlab berdi. Biz oshxonada o'tirib, men nafaqat Sanjardan xafa edim, balki o'zimdan ham qo'rqayotgandim. Men xavfli chiziqni kesib o'tishga bir qadam qolganini sezib turardim. Kulminatsiya. Sanjar o'sha kecha tongga yaqin qaytib keldi. U uzr so'radi. Baqirgani uchun afsusda ekanini aytdi. Men indamadim. Uni kechirdim. Lekin ichimdagi bo'shliq endi yo'qolmadi. Uning uzrlari endi kech edi. Mening qalbimda allaqachon boshqa bir inson uchun joy paydo bo'lgandi. Ertasi kunidan boshlab hammasi o'zgardi. Men Rustamni ko'rishni xohlardim. Men uning ovozini eshitishni, uning ko'zlariga qarashni istardim. Biz ataylab bir vaqtda ishdan qaytishga, yo'lakda tasodifan uchrashishga harakat qilardigan bo'ldik. Bu kichkina o'yin ikkimizga ham yoqardi. Sirlilik, tavakkalchilik hissi qonga adrenalin yuborib meni tiriltirardi. Bir juma oqshomi Sanjar komandirovkaga ketishini aytdi. 2 kunga. Men xursand bo'lib ketganimni yashirishga harakat qildim. Lekin ich-ichimdan yengil tortdim. 2 kun yolg'izlik, 2 kun erkinlik. Sanjarni kuzatib qo'yganimdan so'ng uyda yolg'iz qoldim. Biroz vaqt o'tib eshik taqilladi. Yuragim jiz etib ketdi. Kimligini bilardim. Eshikni ochdim. Rustam edi. Uning qo'lida bir shisha vino va 2 bokal bor edi. U jilmayib, qo'shnisi yolg'iz zerikib o'tirmasin deganini aytdi. O'sha kecha biz devor ortida emas, bir xonada edik. Biz vino ichdik, musiqa. U meni qo'limdan ushlab yotoqxonaga yetakladi. Men qarshilik ko'rsatmadim. Bu xato ekanini, bu xiyonat ekanini miyamning bir chetida tushunib turardim.
lekin yuragim va tanam butunlay boshqa narsani xohlardi. U meni o'sha chang bosgan guldondan olib, qaytadan suv quyayotgandek edi. O'sha kechagi yaqinligimiz. Buni tasvirlash qiyin. Bu shunchaki jismoniy aloqa emasdi. U juda ehtiyotkor, juda muloyim edi. U mening tanamni o'rganardi. Har bir harakati bilan menga zavq berishni istardi. Uning qo'llari sochlarimni ohista silar. Har bir silashida yillar davomida unutilgan allaqanday bir xotirjamlik tanamga yoyillardi. Biz gaplashmasdik. Faqat nafasimizni eshitardik. Va bu sukunat minglab so'zlardan ko'ra ko'proq ma'noga ega edi. U mening ko'zlarimga shunday mehr bilan qarardiki, men o'zimni dunyodagi eng kerakli, eng sevimli ayoldek his qildim. O'sha kecha men o'zimni ilk bor chindan ham tirik his qildim. Jismoniy yaqinlikdan keyin u meni mahkam quchoqlab oldi va biz tonggacha shunday yotdik. Bu Sanjarning uyquga ketishidan oldingi odatdagi quchoqlashi emasdi. Bu ikki insonning bir-biridan panoh topgani, bir-biriga taskin bergani edi. Ertalab uyg'onganimda u yonimda edi. U uxlamasdan menga qarab yotgan ekan. Men bir soniya qo'rqib ketdim. Nima qilib qo'ydim? Lekin har tun uning bag'rida uxlab, ertalab uning yuzini ko'rib uyg'onish men uchun hayot tarziga aylanib qoldi. Bu 2 kun ichida men butun umr yashamagan hayotni yashab o'tdim. Sanjar qaytib keladigan kun men uchun jahannam edi. Men Rustamning kvartirasidan chiqib, o'zimning sovuq va bo'sh uyimga kirdim. Hamma narsani joy-joyiga qo'ydim. Hech qanday iz qolmasligiga harakat qildim. Lekin iz mening qalbimda, tanamda, ko'zlarimda qolgandi. Kechqurun Sanjar qaytib keldi. U meni quchoqlab sog'inganini aytdi. Men esa uning quchog'ida turib, o'zimni o'rgimchak to'rga tushgan pashshadek his qildim. Men yolg'on gapirardim, tabassum qilardim, lekin ichimdan o'zimdan nafratlanardim. O'sha kecha Sanjarning yonida yotib uxlay olmadim. U menga teginganida etim jimirlab ketdi. Men o'zimni majburlab uning xohishini bajardim, lekin bu o'zimga nisbatan zo'ravonlikdek edi. Men ko'zlarimni yumib Rustamni tasavvur qilardim. Va o'shanda angladimki, o'rtga yo'l yo'q. Men endi avvalgidek yashay olmayman. Men bu yolg'on ichida bo'g'ili bo'laman. Yechim. Keyingi bir necha hafta men uchun azobda o'tdi. Men 2 hayot o'rtasida yashardim. Kunduzlari Sanjarning mukammal sevgilisi rolini o'ynardim. Kechalari esa u uxlagach, oyoq uchida uydan chiqib, Rustamning eshigini taqillatardim. Bu har kecha takrorlanardi. Uxlayotgan Sanjar men odatdagidek Rustamning yonidan qaytib, o'z o'rnimga yotayotganimda Sanjar uyg'onib ketdi. U o'rnidan turib o'tirdi va menga qaradi. Uning nigohida savol bor edi. "Qayerdan kelapsan?" deb so'radi u xotirjam. Lekin bu xotirjamlik ortida bo'ron yashiringanini sezib turardim. Mening tomog'imga bir narsa tiqildi. Nima deyman? Hojatxonadanmi? Oshxonadanmi? Lekin ustimda ko'chaga kiyadigan xalatim bor edi. Men yolg'on gapira olmadim. Shunchaki unga qarab turdim. Ko'zlarimdan yosh oqa boshladi. O'sha onda hammasi ayon bo'ldi. Baqir-chaqir janjal bo'lmadi. U shunchaki jimgina o'rnidan turdida menga qarab dedi. Men ahmoq emasman. Anchadan beri sezib yurgandim. Faqat o'zimni aldayotgandim. Kim u? Men javob bera olmadim.
Shunchaki meni kechiring deya oldim. U achchiq kuldi. Uning kulishida nafratdan ko'ra ko'proq og'riq bor edi. U mendan kiyimlarimni yig'ishtirib ketishimni so'radi. Hozir, tongni kutmasdan. Men narsalarimni yig'arkanman. U bir og'iz ham gapirmadi. Shunchaki derazaga qarab sigaret chekib turardi. 3 yillik munosabatimiz shunday tugadi. Jimjitlik va sigaret tutuni ichida. Men eshikdan chiqib ketayotganimda u ortimdan qaramadi ham. Men qo'limda chimodan bilan yo'lakda qoldim. Ayoqqa boraman. Ota-onamnikigami? Yo'q. Men Rustamning eshigini taqillatdim. U eshikni ochdi va mening qo'limdagi chimodanni, yig'layotgan yuzimni ko'rib, hammasini tushundi. Lekin men bir narsani aniq bilaman. Men endi hech qachon o'zimni chang bosgan guldondagi so'ligan guldek his qilmayman. Va buning uchun to'lagan bahoyim qanchalik og'ir bo'lmasin, arzirli edi.